aka, anu qo'nqi kuyovingiz meni urib, uydan haydab yubordi. Nima? Hozir men borib uni. Kuyovingiz oldiga borishingiz shart emas. Ha? Qo'lingiz oling. Uzr, yomon tegmadimi? Uyingizga ekanmi, chuqur ko'rsin. Yo'lkaga puling bormidi? Yaxshi yetib oling kennoya. Oyi, bekor qaychi quda bo'lganimizda nuqul qudalar bir-birimizga qarab ish tutamiz. Nima, xalaqit beryapmanmi? Yo'q, mazza-yu, prosta san kelganingda keyin ketishi yomonda. Shalpaymasdan tusholdimga. Quda? Hoy quda. Ye, kelinglar, oyi. Quda xola. Ha, quda. Qizimizni sizga mushoq urish uchun bergan ekanmiz-da. Oyi. Ha, biz ham qizimizni koptirga o'xshab tepishinglar uchun bergan ekanmiz-da. Ya qitiqlama. Voy quda, o'rgilik hazillashaman-da. Qani kelin bitta choy damlang-chi. Mayli qo'ying, bizani kelin damlab beradi. Bora qoling kelin. Boshlandi. Keldingmi? Mendan xafamisan? Aka, voy oshxonani ahvolini qaranglar. Men qizlik davrimda chinni chiroq qilib olib o'tirar edim. Ha, Sardor aka, men ham uyga borganda ko'rdim oshxonani, qo'rqib qochib chiqib ketdim. Keling bo'ladi, sani qaynasing. Xullas o'zinglar hal qilinglar. Choy qani endi? Quda xafa bo'lmaysiz, kelinim sal beparosatroq-da. Voy quda, sirayam xo'jalat bo'lmang. Meni kelinim siznikidan battar. G'irt mol. Voy quda, shunaqa aqlli, shunaqa chiroyli qiz tarbiya qilgansiz. Sizga ming rahmat. Voy aylani quda, voy sizni qizingizni ta'riflashga til ojiz. O'ynoning, sassiqcha. Bo'pti opa, yaxshi aytib olinglar. Voy quda, kenja o'g'lingizmi? Ha, buni ham uylantirishimiz kerak, qiz qidiryapmiz. Voy, meni kichkina qizim ham yaqinda o'qishda bitirdi. Yo'q, faqat bo'lmas.